Bu video Koreyada bo'lib turib, Koreyada moshin xarid qilgan va o'sha moshin xarid qilgan odamlarni tanishlari, og'aynilari, dadalari, amakilari, xullas kim bo'lsa ham O'zbekistonda o'tirib turib, "Mashina oldingmi, mazza qilib yuribsanmi? Bizaga ham bir ikkita yubor" deydigan odamlar uchun bu yerda moshin kayf qilib yurish uchun olinmaydi. Bu yerda moshina qo'ni qo'shnilarni havasini keltirish uchun olinmaydi. Bu yerda ko'chalarda mazza qilib, baland qilib qo'shiq qo'yib, qizlarni qaratish uchun yoki bo'lmasa birovda havasini keltirish uchun yoki bo'lmasa birovni ko'tini kuydirish uchun, endi грубо говоря, ko'tini kuydirish uchun moshina olinmaydi. Bu yerda moshina uy, ish, ish, uy, ish, ish, uy, ish, uy. Mana shu uchun olinadi. Unda haftada bir kun dam olish bo'ladi. Bir kun dam olish bo'ladi. Unda ham bo'lsa arbaytga borib kelish uchun mashina olinadi. O'sha mashinaning ruliga o'tirgan paytda ham "Ey xudojon" deb o'tiriladi, chunki uyqu yetishmasligida natijasida, yagan-chugan ishlash natijasida odamzodda mana bu miyasi sal charchoq hissi bo'ladi. Birovni lopma-lop etib urmaydi deb ham shu moshinni minib, tinchgina uyimga borib, dam olay deb shu moshin olinadi bu yerda. Shuning uchun moshinni oldingmi, kayf qilib yuribsanmi degan SMSlarni tanishlaringizga yozishni bas qilsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki ular ish maqsadida, arbayt ishlash maqsadida, anavi poliyalarda yoki bo'lmasa issiqxonalarda tarvuz yoki bo'lmasa boshqa ekinlarni o'sha arbaytga chiqib pul ishlash maqsadida o'sha yerlarga borish maqsadida mashina olib, o'sha mashinani ishlatadi. 90% odamlar mana shu uchun mashinasini olib ishlatadi. Bu 10% odam bo'lishi mumkin. Endi storieslar qo'yishi mumkin, rulda o'tirib olib, bir qo'shiqlarni qo'yib olib, anaqa o'zbekcha qo'shiqlarni qo'yib olib yoki bo'lmasa biron bir inglizcha qo'shiqlarni qo'yib olib, gumillatib qo'shiqni yoki sayohatga borayotganliklarini qo'yishi mumkin. Lekin 90% odam arbayt uchun, ish uchun, ishiga borib kelish uchun bu yerda, ya'ni Koreyada mashina oladi. Shu uchun tanishlaringizga iltimos qilaman, mashina oldingmi, kayf qilib yuribsanmi va eng dahshati shu mashinani bir ikkita bizaga ham yubor deydigan gaplarni iltimos qilmanglar. Bu videoni o'shanaqa tanishlaringga va o'shanaqa qarindoshlaringga yuborib qo'ysanglar bo'ladi.